Assalomu alaykum aziz kurdlar vadisi muxlislari. Bugun sizlar bilan serialning markaziy obrazi Po'lat Alamdar va uning eng katta 5 dushman haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Albatta, kurdlar vadisi juda katta serial. Po'lat Alamdar o'z da'vosi yo'lida turli tuman dushmanlarga duch keladi. Eng katta dushmanni esa har xil talqinda tanlab olsak bo'ladi. Chunki Po'latning oddiy ko'chalardan boshlab xalqaro miqyosda ham dushmanlari bo'lgan. Ba'zilari yuzma-yuz urushgan bo'lsa, ba'zilari parda oldida jang qilgan. Qashqarlar makoni 97 talik qismda barchasi oddiy. Po'lat Alamdar mafiya bilan kurashardi. Maqsadlar aniq, dushmanlar aniq. Bu suvda esa ishlar o'zgaradi. Kim do'st, kim dushman bilib bo'lmaydi. Hatto davlat ichidan ham dushmanlar chiqa boshlaydi. Biz ular orasidan 5 tasini reytingini tuzamiz. Qani, boshladik. 5-o'rin Golgi obrazi. Golgi obrazi kuch jihatdan eng katta bo'lsa-da, reyting jihatdan juda past baho oladi. Bunga sabab albatta serial reytinglari tushgani sabab bo'ladi, chunki Golgi obrazi oxirlarda qo'shiladi va u paytda serial reytingi ancha past bo'lgan. Golgining maqsadi qadimgi Bobil davlatini qaytadan barpo etish bo'ladi. Bu yo'lda esa ko'plab davlatlarning parchalanishiga to'g'ri keladi, shu jumladan Turkiya davlatini ham. Bu yo'lda uning qarshisiga albatta Po'lat Alamdar chiqadi. Shu tarzda Po'lat va Golgi urushi boshlanadi. Golgi Po'latning rafiqasi va KGT tashkilotidagi barcha yigitlarini o'ldirib, unga qattiq zarba beradi. 4-o'rin esa Poyraz xarakteri. Poyraz ham Po'lat kabi davlat tomonidan yetishtirilgan bo'ladi, lekin keyinchalik davlatga qarshi chiqqani uchun surgun qilingan bo'ladi. Xizmat paytida otasidek yaxshi ko'radigan ustozidan ayrilgach, bu Poyraz uchun haqiqiy travma bo'ladi va u shafqatsiz psixopatga aylanadi. Golgidan farqli o'laroq Po'latga kuchli psixologik zarba beradi. 3-o'rin esa Po'lat Alamdarning global miqyosdagi dushmani Aron Feller. Feller juda aqlli bo'lib, hech qachon Po'lat bilan yuzma-yuz urushmaydi. Raqibini hurmat qiladi va uning kuchini tan oladi. Feller Po'latga o'zi bilan ishlashini va butun dunyoni boshqarishini taklif qiladi. Po'lat Alamdar bu taklifni rad etsa ham, Aron Feller bir kun kelib bu taklifni qabul qilishi va uning uchun ishlashiga ishonadi va qisman bu narsaga erishadi ham. Oz fursat bo'lsa ham Po'lat Alamdar u bilan ishlashga majbur bo'ladi. Oxirida Po'lat Alamdar Aron Fellerni o'ldirsa ham, uni oz bo'lsa ham qo'lga olgan yagona dushman Aron Feller bo'lib qoladi. 2-o'rinda esa ko'pchilik yoqtirmaydigan Ersoy Ulubey. Ersoy Ulubey tartibni yaxshi ko'radigan, harbiy bilimi kuchli, eski davlat odami bo'ladi. Ersoy o'z yo'lida hech narsadan qaytmaydigan, hissiyotsiz va shafqatsiz inson. U Feller kabi parda ortida emas, Po'lat bilan yuzma-yuz jang qiladi. Po'lat Alamdarning yaqinlarini o'ldirib, unga kuchli psixologik zarba beradi. U bu yo'lda hatto o'z xotini va bolasini ham o'ldiradi. 1-o'rinda esa ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lgan Iskandar Buyuk. Boshqacha qilib aytganda, Po'lat Alamdarning boshqacharoq va tajribaliroq varianti. Iskandar obrazi juda bahsli va qorong'u obraz hisoblanadi. Iskandar o'z davlatini shunchalik sevardiki, uni faqat kommentariyada kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.